Assalomu alaykum Nodirbek aka. Biz Qashqadaryodan chiqyapmiz. Nodirbek aka. Shuni bir oy avval ikkita quyonimiz bor edi. Shu bir kunga qochirgandik oddiy jaydari quyonlarimizni. Aka, mana shunday holat, kecha bittasi tuqqandi, 9 ta holat tuqqan edi aka Nodirbek aka. Hozir qiziq narsa bo'lib turibdi-ki, 9 ta quyonimiz bor edi. Hozir yana bugungi kunga kelib bitta quyonimiz, ona quyonimiz ikkalasi ham tug'ishga tayyor edi onalikka. Akajon, mana shunday bo'lib holat bo'lyaptiki, ikkita quyon ham bitta gnezdoga tuqqan. Mana qarang, qara yungli ham bor. Bugunniki mana hozirdagi qorasimiz ham shunga pattaylab tug'yapti. Uniki ham shunday bo'lyapti aka, mana qarang. Hammasi 17 ta quyon bo'lib bitta yashikka bolalabdi aka. Shunga nima qilishsak bo'ladi? Maslahatingizni kutib qolamiz aka. Hozir mana shunday holat bo'lib turibdi. Kecha bittasi tuqqan edi, 9 dona. Bugun yana 8 dona tug'ibdi-da. Shuni bitta onaga bo'lsa qo'ysak, bolalab boqib keta olarkanmi? Shunga nima deb maslahat berasiz? Ona quyonlarimiz manaki, mana bugunniki tuqqan, mana bu qorasi bo'ladi. Mana kecha tuqqan aka, mana bu kecha qaragan edi. Shunga bir maslahatingiz kerak edi. Shunga nima deb maslahat berasiz? Bolalarini ikkita ajratib, ikkovini ham boshqa joyga ko'chiraymi? Bitta xonada turishganda-da bular. O'zi ikkita ona quyonimiz bor edi. Oqimiz 9 dona tuqqan edi. Bugungi oqqaramiz 8 dona tug'ibdilar. Ikkovlari ham eng qizig'i vaziyat. Bitta yashikda bolalabdilar. Junini nima qilsam aka? Bolalarini ajratdim, bugungi tuqqanni ajrataymi akajon? Nima deb maslahat berasiz? Shunga boshimiz qotib, o'ylanib turib o'tiribmiz aka.